Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz. Lemonchilik agro xizmat YouTube kanalimiz aziz obunachilari, bugungi sanamiz 23-aprel 2025-yil, hafta kuniga chorshanba. Qo'qonga qaraydi aka. Qo'qonga kelganmiz. Firuzbek akamni limonariyalariga. Men o'zim kesib bergandim. Hozir shu tomonda ishim bor edi. Kelib sizlarga bir qator ko'rsatib ketay degan maqsadda video qilyapmiz. Dehqon akalar, kanalimizda mehmonlar bo'lsa, albatta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Shunda chiqaradigan videolarimiz sizlarga birinchilardan yetib boradi. Chiqaradigan videolarimiz sizlarga manfaatli bo'ladigan bo'lsa, like bosib, kommentariyada izohlaringizni qoldirib ketasizlar. Nechinchi yil ekilgan edi aka bu? 4 yil. Orada bitta sovuq urgan, ha? Ali anavalda. 4 yil bo'pti, orada bitta sovuq urgan. Mana shu bu yil ham hali qattiq shamonda bitta ochilgan, ha, bir kunga. Bir kun o'sha salafanni uchirib yuborgan, keyin ertasiga yopishgan. Xudo xolasa, mana shu limonlarni qisqacha qilib sizlarga obzorini qilib beraman. Limonlarimizni shoxlashi, ranglari juda ajoyib holatda. Faqat bunda ham muammo, mana shu qish kunida yaxshi ozuqalar berilmagan, boshqa bo'lgan. Erkak gullarimiz ko'p o'ryapti. Asosan pastki qismida ushlaganlari bor dehqon akalar. Ko'rsatib ketay. Past tomonda yaxshi mevalarimiz xudo xolasa. Xo'p, dehqon akalar, sizlardan keladigan savollarga qisqacha qilib javob berib ketaman. Mana daraxtimiz 4 yosh. Hozir lomkasini kengaytiramiz. Firuzbek akamga aytib, hozir ko'rsatib berdim. Mana asalarilar ishlashyapti. Lomkani kengaytiramiz, qo'shimcha ariqlarni olamiz, namlikni ushlaymiz. Keyingi guliga, xudo xolasa ikkinchi guliga daraxtni zo'r qilib boqishimiz kerak endi. Endi qishda qilmadik, endi u xato natijasini ko'rsatib bo'ldi. Endi keyingi guliga xudo xolasa e'tiborni qaratib shu daraxtni yaxshilab boqib olamiz ikkinchi guliga. Ya'ni shu go'ngli sharbatlardan foydalanib chiroyli qilib tagiga ishlovlarni berib qo'ysak, xudo xolasa keyingi gullarimizdan limonlarimiz ushlaydi. Mana meva yo'q emas, bor. Ko'rinadigan bo'lsa, dehqon akalar mana bunday qilib ko'rsatay. Xo'p, dehqon akalar, kimga mana shunaqangi agronomlik yoki bo'lmasa zelyonni obreska xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Xudo xolasa may oyida Toshkentda o'qishda bo'lamiz. Toshkent shahar, Toshkent viloyati bo'yicha ham kimga agronomlik yoki bo'lmasa konsultatsiya xizmatlari yoki shu zelyon obreska bo'yicha xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Soat 8 dan kunduz kechqurun 6 gacha javob beramiz. Dehqon akalar, Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ysalaring. Bugun chorshanba, bugun chat bo'ladigan kun. Xudo xolasa yaxshi mutaxassis akalarimiz bilan, ustozlarimiz bilan sizlardan keladigan savollarga chiroyli qilib javob berishga harakat qilamiz. Xo'p, dehqon akalar, mana limonlarimizning umumiy ko'rinishi 4 yoshlik limonlar. Xudo xolasa yaxshi holatda. Mevalarimiz yo'q emas, bor. Faqat shu qishda ozgina qaralmay qolganini hisobiga ko'proq mana shu gullari to'kib o'ryapti. Ya'ni dimlanib qolgan yoki bo'lmasam namlikni yaxshi ushlab berilmagan. Shunaqangi sabablar bilan limonlarimiz ko'p holatda gullarini to'kib o'radi. Daraxtda quvvat yo'q. Shuning uchun shu erkak gullarimiz ko'payib ketgan mana. Shunaqa. Qish kunida shu fevral oyida asosan quyosh chiqadi-da.
haroratimiz birdaniga ko'tarilib yetib qoladi. Keyin mana shu qish kunida dehqonlar haroratni yaxshi ushlanglar deyishimiz bejiz emas. Sababi qish kunida haroratimiz teplitsachi haroratimiz 20-25 bo'lgan paytida daraxtlar uyg'onadi. Ya'ni bilamizki, shu 18-19 gradusda limonlarimiz uyg'onadi-da ertaga keyin kechqurun o'sha kunduzi shu plus 20 ga chiqib ketib qolsa, teplitsachi kechqurun yana minusga tushadigan bo'lsa, yana stressga tushib qoladi daraxt. Ya'ni endi uyg'onmasdan yana daraxtlarimiz sovib ketganini hisobiga mana bunday qo'ng'izlar ham yuribdi. Xo'p, dehqonlar, mana shu xudo xolasa sizlardan keladigan savollarni javob berishga harakat qilamiz. 4 yoshlik ariq bo'yicha ham bir akamiz qanaqangi uzoqlikda olinadi? 4 metrga 80-90 qilib olsak bo'laveradi. Ya'ni stol qismidan, mana shu stol qismi bo'ladigan bo'lsa, ana shu stol qismidan 80 gacha, misol 70-80 qilib ariq ochsak, mana shuni tomirlari bemalol shu qo'ygan suvimizdan yoki bo'lmasa bergan ozuqamizdan bemalol olaveradi. Lekin yosh ko'chatlarga yaqinroq qilib olish kerak. Ertalab bir akamiz Abdulaziz akamigan Telegram kanalimizga video tashlabdi. Yorqin akam chiroyli qilib javob berib qo'yishibdi. Shunaqa yosh ko'chatlarga mana shunaqangi uzoqroqdan qo'yilgan suv yaxshi yetib bormasligini hisobiga ko'chatlarimiz namlik balansi buzilib yaxshi rivojlanmay qoladi. Keyin Yorqin akam aytib o'tgan ekan, suv qo'yishda ham katta suvni bostirib qo'yib bo'lmaydi. Sekin shu idirib qo'yish kerak. Faqat agar namlik balansimiz shu 65-70 dan ozgina tushgan bo'lsa, yugurtirib qo'yib qo'ysak bo'laveradi. Mana dehqonlar o'zlariga Feruzbek akamning o'zlariga aytganman, zelion labreskalarni chiroyli qilib kelishyapti, xudo xolasa. Bundan buyog'iga ham mana shunaqangi holatda olib ketamiz limonlarimizni. Ya'ni shoxlatib chiroyli qilib olib ketamiz. Anaqa quriganlar bo'lsa tashlaymiz dehqonga. Xo'p, ariq masalasini aytdik, sug'orish masalasini aytdik. Kommentariyada dehqonlar shu mavzu bo'yicha yozinglar. Eng ko'p yozilgan kommentariyani xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib batafsil qilib video qilib chiqarib beramiz. Mana shunda manfaatli bo'ladi. Sababi biz ko'p joyga boramiz. Faqat har kuni mana shunaqangi limonariyalarga borib o'zimizni maslahatimizni beramiz yoki bo'lmasam zelion labreskalari bo'lsa qilib beramiz. Lekin har doim bir xilda mavzu chiqaraversak ham auditoriya zerikib qoladi. Shuning uchun imkon boricha shu bitta yaxshi mavzuni tanlaylar. Balkim kasalligidir, balkim bir qanaqadir holatlar bo'yicha kommentariyada qoldirsalaring, biz chiroyli qilib videolarni qilib beramiz. Mana ushlashlarimiz bor, dehqonlar yo'q emas. Xo'p. Aka, pomidor pishdimi? Yo'q, endi bo'lyapti. Mashina ham bitta hozir narigi teplitsadan ko'rinib turgan teplitsada pomidorlar bor, o'shalarni ham videoga qo'shib o'raylik. Qolgan dehqon akalarimizga ham ozgina motivatsiya bo'ladi. Mana umumiy ko'rinishi shu dehqonlar. Nech sotigida aka bu? 4 sotik. Ikkalasimi yo bitta? Bitta o'zi. Mana shu limonni o'zi 4 sotik ekan. Mana tepalaridan ko'rsatib berib ketay. Xo'p, endi shu pomidorga kiramiz. Buni ham xudo xolasa sizlarga ko'rsatib berib ketaman. Akamizni mehnatlarini dehqon akalar qo'llab-quvvatlab like bosib qo'yasizlar. Sababi mana shunaqangi holatda olib turishni o'zi ham katta hozir bir mahorat bo'lyapti. Mana shu kunlarda
shira tushirmay boshqa qilmasdan yashilligini hamma narsasini joy-joyida qilib ushlab turishdi. O'zi ham hozir bir katta bir mahorat bo'lib ketdi. Albatta akamiz mehnatlarini qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Hozir endi pomidorga kiramiz. Xo'p, mana dehqon akalar. Pomidorlarni ham bir qator ko'rsatib ketay sizlarga. Xudo xolasa bo'zarishni boshlabdi. U pishgani ham bor ekan. Mana Hoji buvomizni mehnatlariga like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Sababi mana shu yerga qaraydigan Hoji buvomiz mana shu Feruzbek akamizni dadalari bo'lishadi. Pastdan ko'rsatib bering mana mevalar. Juda bir go'zal holat. Hozir pomidor nech pul ekan? Kommentariyaga 30 mingmi? 30 ming ekan. Kommentariyaga yozib ketinglar pomidor nech pulligini. To'g'risi biz ag'da-bag'da bo'lganimiz uchun uydagi bozor o'challarga ham anchadan beri aralashmay qo'ydik. Shuning uchun bunaqa narsalarni narxlarini juda bilmaymiz. Mana pomidorlar o'zi bo'zarib qolibdi. Keyingi safar kelganimizga aka odatda shakaroq qilamiz degan nattiqva. Keyingi safar kelishimizga xudo xolasa bitta chiqqana bir havola pastlab ketganini hisobiga ozgina bu ham sekinlashib qolibdi-da dehqon akalar. Xo'p, mana shu holatda pomidorlarimiz hozir buni nimasini bitta sanaylikchi. Qaysi sanasak bo'ladi? Xo'p, mana shuni sanaymiz. Mana 1 gulni etap-metap. Mana bu ikkinchisi, mana bu uchinchisi. Mana bu 4, mana bu 5 va 6 mana tepadan. 6-si. 6 ta. Pakalina deydimi, nima deydi? Mana shunga chiqibdi. Zo'r. Bu tomonlarga yurishdi imkoni yo'q ekan. Bu mana qopda ham bor ekan. Mana shuni ko'rsatib ketay. Mana qopga ekilgan. Chirindiga ekilgan pomidorlarimiz mana. Eslaringda bo'lsa, men o'zim ham video qilib chiqargandim. Qopga ekib, mana. Misol, domda yashasangiz yoki bo'lmasam agrotis kichkinaroq bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqangi holatda ham mana qoplarga ekib, chiroyli qilib o'zingizga, xonadoningizga bir foydalanib uzib yeganga yetmaydi baribir. Dehqon akalar, opa-singillar, mana shunaqa holatda ham pomidor, bodring, qalampir qilib ekib foydalansak bo'ladi. Misol mana Xitoyda ko'ramiz, boshqa joylarda ko'ramiz, Koreyalar joydan zo'r unumli foydalanib qo'yadi ular. Xo'p, mana shu dehqon akalar, albatta Hoji buvomizni ham mehnatlarini qo'llab-quvvatlab like bosib qo'yasizlar. Kommentariyada Hoji buvomni bir duo qilib qo'yasizlar. Bekor o'tirishgani yo'q, mana pomidorlar juda go'zal holatda. Mana shuni rasmga olamiz, qo'lni qo'yib. Juda chiroyli bo'libdi. Xo'p. Kommentariyada dehqon akalar fikrlaringni qoldiringlar. Mana shuni bitta qiziqishga sanaylik. Voy. Xo'p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta mana shunda 10 ta ekan. 10 ta bor ekan. Buni ham bitta rasm olib qo'yaylik. Hop. Hop, dehqon akalar, bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun qiziqarli yangi ma'lumotlar berishda davom etamiz. Albatta videolarimiz yoqsa like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Kanalimizda mehmonlar ekraningiz o'ng tomonida obuna bo'lish tugmasi bor. Mana shu tugmani bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysalaring, mana shu chiqaradigan videolarimiz birinchilardan sizlarga yetib boradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
Shuni ham bitta ko'rsatib ketaylik mana.